Представляете, her gün manglayında konuşun avtomobil jötadan ustaxana açsadan her gün miyengdə mala tokdin tonk ettireverse neşe beşan bolar edizler. Tem boli roza ayında roza tutsanızla gündüzü uxlasınız geledi. Lekin uxlaşa şarait yok. Çünkü doğrunuzdaki konuşunuz miyenize balta bilen urganın tonkıldatıp oturadı işine. Tank ettirip. Yengerik tumanı evez öter kışlakında aşın bir tedbirkar var eken. Başka yerden arendaga joy açış onlara öyünde ustaxana açıp durup etrafındaki konuşulara nokulaylık yaratıp oturup degen. Hazır sizlere şu tonk diye namazını koyup beremen özleriniz fikir ve mülahaza kılasılar. Bize bunu Yengerik tumanı mütesaddilerine verip koyamız. Aytmayınca Vedek yaşıdan fukara uçaskoya müracaat etken eken. Lekin uçaskoy yakka tedbirkar meyechet ölümmen dep deken. Hurmatli uçaskoy, siz kanunlarni yaxshilab o'qib chiqing başta. Avtomobil tuzatish ustaxonalar shahardan chetda, shaharsozlik normalarına rioya etilgan holda, sanitariya normalarına rioya etilgan holda ochilishi kerak. Bu yerda jamoat joyida odamlarning tinchligini buzisha u yakka tadbirkora hech qanaqa huquq berilgan emas. Shuni bilib qo'ying. Qonun bo'yicha buni bu yerda zaharli moddalar, ya'ni moyni hidi chiqadi, bu yerda aptolni hidi chiqadi, benzinni hidi chiqadi, gazni hidi. Bu yerda odamlar majbur emas. Bu yerda yosh bolalar ko'chada o'ynaydi. Tor tomosha ko'chada avtomobillar bemalol kirib chiqadigan yo'lakda bo'lishi kerak. Bu yerda tor tomosha ko'chada bo'lmaydi. Keng yo'lda, yo'lni bo'yinda mijozlarga qulaylik yaratgan holda ustaxonalar ochilishi kerak. Demak, Yengerik tumani mutasaddilari bu tadbirkorga yordam berishlari kerak. Ya'ni kichkina bo'lsa ham yer ajratib berishi kerak yoki qanaqadir bir arendaga joy topib berishi kerak. Bu yerda yashagan aholini tinchligini buzisha hech kim huquq bermagan. Biz bu murojaatni albatta tegishli joylarga berib qo'yamiz va o'rganadi degan umiddamiz. Yine. Ben evimde oturup yerde takırdat durdu bu. Ben yatacak edim, ben yat ölmedim yine. Evimde yat ölmeyin durupmam. Evimde. Nişe çiş gerek mi? Nişe çiş gerek. Bir de yatıp bola mı, dem alıp bola mı boydu özü? Dem alıp bol muydu? Bu ustaxananın elinden. Bu ustaxananı yok etiş gerek. Bunu yok etip beresle. Bunu siyomkelerini sizlere taşap verememesini. Taraf duruma göre iste. Yine ispat, delil, fakı, temmenerse bu bende. Bu köşeye maşin sığmıydı günü yine o vakit. Yine ben evimde oturup mallayım. Evimde. Ustaxana diyenine hov yaşanıza geç boyuna akalıdan taşkarı, akalığa mişeyeti yok yere öteyip şan da sasırla. Ve de doğru gemiydi ovan içinde ustaxana. Ustaxana diyen vecini çette saladılar akalığa taşkarada. Bulan tarkıldısını kaçana da işitip çıkamız bunu. Ömrünün ahırına da tarkıldı iştesem mağbeydi. Bergenimni sizlere Urgen şahrında avtomobil tuzatish ustaxonalarını açılgan yerlerini gösterəcəkmi yine. Right Center bazar tarafta yolunu boyunda yine ustaxonalarını açık koptular. Görüp durganız değil, bu ustaxonaların yanında adamlar yaşamaydı bu yerde. Birinçiden meydanı keng, shaharsozlik normalarına doğru geladi. Yani lüboy avtomobil şu yerden kirip çıkaladı. İmkanı var. Katta avtomobilni ham, kichkina avtomobilni ham. Yo'lni bu tarafida ham xuddi shunday. Avto elektrik, avto chexol mana ochib qo'yibdilar. Hech kimga xalaqit berayotgani yo'q. Mana shunday holatda boshqa tumanlarda ham ochilishi kerak deb o'ylayman. Chunki aholi zich joylashgan joyda avtotex ochish bu menimcha mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Birinchidan, hozir videoda ko'rganingizdek ovozi odamga yomon ta'sir qiladi. Chunki hozir ro'za oyida hamma dam oladigan vaqti, ro'za oyidan tashqarida ham bolalar ko'chada o'ynagisi keladi. Ayollar ko'chada qo'shnichilik oqibatlari, masalan, o'tirib suhbat qilgisi keladi. Lekin bunday sharoitlardan mahrum qilish bu yakka tadbirkorga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun Yengerik tumani Avazotar qishlog'idagi o'sha tadbirkorga iloji bo'lsa sharoit yaratib beringlar. Boshqa joydan ustaxona ochishga yordam beringlar. Biz bu dunyoda bir-birimizga xalaqit bermagan holda ishlashimiz, yashashimiz kerak deb o'ylayman.